Birgacha bergan nima qilyapsan? To'yimga to'yxona gaplashmoqchiman. Bu yerda sharoit qanday ekan? Sharoiti vaqti zo'r ekan. Hovlisini to'ydan sharsharasi bor ekan. Salqingina mazza qilasiz. DJlar bor ekan. Davrani yondirib yotibdi. Bir ketishga odam 200 dan ziyod odam ketar ekan. Yo'q, Ha, bu yerga borki, tug'ilgan kun, gap-gashtak, banket, yubiley o'tkazsa bo'lar ekan. Telefon kelyapti. Kim edi bu? Alo. Shohjaxon. Assalomu alaykum ustobo. Va alaykum assalom. Qayerga yuribsizlar? Porotdagi muzey borku. Ha. Ana shuni yoniga Shax degan restoran bor. Eshirga turibmiz. Eshaqa turinglar, o'zi boraman. Ha. Uka, sen turib kelaman men. Ha. Ha, Shohjaxon. Keldingizmi? Keldim. Shexda gaplashyapsizlarmi? Ha, shu yerda. Zo'r ekan lekin. Juma qani? Jumaga o'zi kelaman deb ketuvdi. Juma bor-ku, bir bo'lsa bor-ku, boshlig'ini oldiga ketgan. Mana shu yerda senga to'yana qilmoqchi menimcha o'zini hisobidan. Yo'q, Ha, Juma ham pax emas. Mana o'zi teryapti. Alo, Ha, Juma? to'yda keldingmi? Ha, keldim. Qani sen? Hojatxonani ichiga qulflanib qo'yding. Ha, yana anglim gur salqin.